Iye! Keling, xush kelibsiz, voy! Bizani oddiygina pulbayi vayronamizga nima xizmat? Ozgina ishlarimda muammo bo'lib, oldinga qarz so'rab, iltimos bilan keldim. Odamlar o'zi shunaqa, ozgina puling ko'payib qolsa, birpasda qarz so'rab keladi. Go'yoki uni muammolariga biz aybdor. Og'ayni bitta yaxshi biznes o'ylab qo'ydim. O'shanga ozgina pullar muammo bor edi. O'shanga yordam qilib turasanmi deb keldim oldinga. Odamlar o'zi shunaqa, ozgina puling ko'payib qolsa, birpasda qarz so'rab keladi. Go'yoki ularning muammolariga biz aybdor. Lekin bu hayotda 5 qo'l barobar emas. Hozir og'ayni kutib qolmadingmi? Mana sen so'ragan narsa. Mana men so'ragan narsa. Lakuba. Tushunmading? Men senga tushuntirib beraman. Lakuba hozirgi kunda O'zbekistondagi nomerali anorli suv. Eng gilamlisi halol. Shu narsa uchun sendan pul so'radim. Men ich, tomog'ing qo'lib ol. Mazasi qanaqaligini yetarsan. Nimaga menga yaxshilik bo'lsin? Qancha pul kerak bo'lsa, mana men beraman. Bir ikki pul topib, yoshlikdan katta bo'lgan og'ayningga tiklanmagin. Keyin bitta narsani bilib qo'ygin. Erkak kishi bir kun piyada. Ey do'stim, sharoiting bo'lsa, yaqin do'stlaringga yordam berib qo'y. Bir kun do'pping tor kelsa, og'iringni ham shu do'stlik ko'taradi. To'bitingni ham shu do'stlik ko'taradi. Mana shu videoni to'tkash do'stligi jo'natib qo'yamiz. Do'stim, boringga shukr.